O'rtoqlar, Amerikadagi trakchi tog'alarimiz mana shunday bahaybat traklarni haydab, oyiga qancha oylik olishadi, ya'ni oyiga qancha pul topishadi. Bugun sizlar bilan mana shu mavzuda ikki og'iz suhbat quramiz. Xo'p, bu mavzuga kelishdan oldin qo'limdagi pechatkalarga ahamiyat bersanglar, biz Dayton, Ohioda joylashganmiz. Lokatsiyamiz juda ham qulay, 70-Interstate bo'yida, ya'ni yaqin. Biz lokatsiyamizda trak ustaxonamiz bor, trak repair shop. Trak va treylerlarga servis xizmatlarimizni ko'rsatamiz. Bundan tashqari bizda kompaniyamiz bor, trak kompaniya. O'sha company driver bo'lsangiz yoki sizda trak bo'lsa, owner operator bo'lsangiz, bemalol ishga qabul qilamiz. Telefon nomer va lokatsiyamizni video ostida opsiyaniyada yozib qoldiraman. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, o'rtoqlar, endi mavzuga qaytsak. Trak tog'alarimiz oyligini hisoblashdan oldin trak driverlarimiz 3 turga bo'linishini aytib o'tsam. Birinchi tur company driver, ikkinchi tur lease owner, o'sha trakni arendaga olib haydaydiganlar va uchinchi turimiz owner operatorlar. Company driverlarimiz ham 2 turga bo'linishadi. Bular har bir bosib o'tgan mayliga pul topadigan driverlar va ikkinchisi foizga ishlaydigan driverlarimiz. Mayliga yurib pul topadiganlar qanaqa? Har bir bosib o'tgan mayliga 65, 70, 75 sentgacha oylik olishadi. Prosentga ishlaydiganlarimiz, foizga ishlaydigan company driverlarimiz aytaylik 30, 33, 35 foizgacha total grossdan, ya'ni bir haftalik yuk narxidan oylik olishadi. Company driverlarimiz haftasiga 2,5 ming topishadi va bir oyda 8 mingdan 10 ming dollargacha bular oylik olishadi. Lease owner akalarimizga keladigan bo'lsak, lease ownerlar qanaqa bo'ladi? Tragi o'sha arendaga olingan bo'ladi. Arenda to'lovi hamma kompaniyada har xil trakni holatiga, sostenasiyaga qarab o'sha 800 dollardan 1000-1,5 minggacha boradi va bundan tashqari trak arendasidan tashqari bular har bir bosib o'tgan mayli uchun 13 sentdan 15 sentgacha trakda aylangan mayliga pul to'lashadi. Ya'ni trakda o'sha umri qisqargani uchun bular 13 sentdan pul to'lashadi. Xo'p, lease owner akalarimiz kompaniyadan ham pulni topishadi kerak bo'lsa owner operatorlardan ham pulni topishadi. Shuning uchun o'rtacha bular 3 mingdan 5 minggacha oylik olishadi. Xo'p, owner operatorlarimizga keladigan bo'lsak, owner operatorlarimiz trak o'zlariniki bo'ladi. Trakni pay off qilishgan, ya'ni trak hech qanaqa payment bo'lmaydi. Paymentdan qutulgan yoki trakni uzishga olgan owner akalarimiz bor. Bularda xarajatlari o'sha IFTA xarajatlari deylik, ELD xarajatlari, dizel, insurance xarajatlaridan tashqari owner akalarimiz 3 kun uyda, 3 kun ko'chada bo'lsa, o'sha company driverlarni ham pul topadi. 2,5 ming yoki bular 5 ming, 6 ming, 7 minggacha sezoniga qarab haftalik oylik olishadi. Aytaylik, oyiga bularda 15 mingdan 20 ming atrofida plus minus oylik olishadi. Lease owner akalarimiz ham shunaqa 15 ming, 20 ming atrofida oylik olishadi sezoniga qarab. Albatta yuklar zo'r tursa, lease owner akalarimiz o'sha owner operatorlar bilan deyarli uncha farq qilmaydi bular oyligi. Lekin company driverlarimiz 8 ming, 10 ming, 10 ming plus oylik olishadi. Xo'p, o'rtoqlar, mana trakchi tog'alarimiz oyligini ham hisoblab oldik. Shunga qarab o'zingizlar ajratib olasizlar, trakchi tog'alar oyiga qancha pul topishini. Company driverlarimiz aytib o'tganimdek, mayliga prosentga ishlaydi. Lease owner akalarimiz trak arendaga olgan bo'ladi, lekin ownerlar bilan baravar ishlab teng pul topadi. Owner operatorlarimizda hech qanaqangi to'lovlari mavjud emas. Trak o'zlariniki, hech qanday xarajatlari yo'q. O'sha trakda maintenance xarajatlari bo'lsa, shularni qoplashadi va o'sha 15 ming, 20 ming kerak bo'lsa, sezonda 30 mingni ham akalarimiz bir oyda urishadi. Xo'p, o'rtoqlar, mana o'sha trak driverlarimiz 3 turga bo'linishini aytib o'tdim. Oyiga qancha pul topishini hisob-kitob qildik va aytib o'tganimdek, siz trak haydovchisi bo'lsangiz, kompaniyamizga ishga taklif qilamiz. Albatta, sizni dokument hujjatlaringiz bo'lishi kerak. Green card egasi bo'lsangiz, yangi trak sotib olgan bo'lsangiz yoki umuman yangi trakka chiqqan bo'lsangiz, albatta ownerlarni ham, company driverlarni ishga qabul qilamiz. Undan tashqari biz Dayton, Ohioda joylashganmiz, aytib o'tganimdek, trak ustaxonamiz bor, repair shop, trak treylerlarga servislarimizni ko'rsatamiz. Bemalol pastdagi opsiyanada yozilgan nomerlarga telefon qilishingiz mumkin. 24/7 aloqadamiz. Sog' bo'lasizlar.